Assalomu alaykum azizlar. Mana bugundan maktab faoliyatini boshladik. Maktab bo'yicha kimda qanaqa savol bo'lsa, o'qish tizimi, maktabdagi shart-sharoitlar bo'yicha qanaqa savol, masala bo'lsa, maktabda bolalar o'qiydigan yoki farzandlarini maktabga bermoqchi bo'lgan ota-onalar bemalol kelib, bizga uchrashib, hamma savollaringizga javob olishingiz mumkin. Qisqacha ba'zi narsalar haqida aytib ketmoqchiman. Hozirda maktabimizda 1-sinfdan 9-sinfgacha bo'lgan o'quvchilar ta'lim olishmoqda. Maktabda dars soatlari ertalab soat 8:30 dan kechki payt soat 5 gacha. 3 mahal ovqat, maktab darslari, obeddan keyin qo'shimcha darslari va qisman uyga vazifa ham bajartiriladi. Xo'p, maktabda 3-4 sinf o'quvchilarimiz Prezident maktablari ixtisoslashtirilgan Al-Xorazmiy maktablariga kirish uchun yo'naltirib o'qitamiz va yuqori sinf o'quvchilarimiz o'zini tanlagan ta'lim yo'nalishi bo'yicha chuqurlashtirilgan holatda o'qitiladi. Eng muhim narsa haqida aytmoqchiman. Ya'ni ba'zi ota-onalar farzandini davlat maktablariga berib, keyin obeddan keyin qo'shimcha to'garakka, ya'ni repetitorga bersamchi degan fikrga borishadi. Bu fikrni ham qisman qo'llab-quvvatlayman, chunki bizni o'quv markazlarimiz ham bor. Ya'ni o'quv markaz bu vazifani uddalab bera oladi, lekin degan joyi bor. Siz farzandingizni 11 yillik maktabda o'qiganida faqatgina ikkita fanni bilib, faqat ikkita fandan sertifikatga ega bo'lishni xohlaysizmi yoki uni har tomonlama yetuk, maktab tadbirlarida to'garaklarga qatnashadigan, zakovat turnirlariga qatnashadigan, musobaqalarga qatnashadigan, ya'ni fikrlash darajasi har tomonlama yuqori bo'lishini xohlaysizmi? Yana boshqa tarafdan o'quvchi qancha katta yuqori sinf bo'lgani sari uni tarbiyasi bilan shug'ullanish qiyin bo'ladi, ayniqsa o'g'il bolalarni ham, qiz bolalarni ham. Masalan, o'quvchi 2 soat repetitorga borgani bilan, lekin uni asosiy vaqti maktabida bo'ladi. Maktabidagi o'sha o'rtoqlari, o'sha muhitini ta'siri, ya'ni uni qo'lidagi telefonini ta'siri sizni ta'siringizdan yuqori bo'ladi. Xususiy maktabda nafaqat bolani ta'limi va balki tarbiyasi bilan ham shug'ullanish, ya'ni tarbiyasiga ham e'tibor qilish asosiy nuqtalardan biri. Yana bir sabab bolaning kun davomida nazoratda bo'lishi. Hozir ko'pchilik ota-onalar kun davomida ish bilan band bo'lishadi. Bolasi maktabiga boradi, undan chiqib obed qilish kerak, keyin repetitorga borish kerak va undan keyin uyga kelish kerak. Bu holatda bolani nazorat qilish juda qiyin. Ba'zi holatlarda bolalar uyga kech qaytadi. Ba'zi holatlarda repetitorga ham bormay qolishi mumkin. Yoki qishki kunlari bor, ya'ni sovuq, yomg'irli, qorli yoki juda kun issiq bo'lgan kunlari bor. Holatlarda bolani nazorati, bolani sog'lig'i, bolani kun davomida yurishi qiyinroq bo'lib qoladi. Xususiy maktablarda hamma narsa bir joyda, ya'ni darsi, ovqatlanishi, repetitori bitta joyda bo'lganligi uchun bu har tomonlama bolalar uchun ham, ota-onalar uchun ham qulay bo'ladi. Ya'ni kun davomida bolani nazoratga olish mumkin bo'ladi. Agar siz ham farzandingizni ta'lim tarbiyasini doimiy nazoratda bo'lishini xohlasangiz, bizning maktabimiz siz uchun ajoyib imkoniyat.